Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Meteorus bo'ladi. Короче, xullas bugungi videomizda men bu oddiy Minecraft Bedrock Edition'ga resurs pack o'rnatishni o'rgataman. PvP texture pack yoki resurs pack desam ham noto'g'ri bo'lmaydi. Xullas u qanday o'rnatiladi? Короче, sizlar o'zingizlar kerakli modni topib olasizlar. Misol uchun Telegram kelsanglar, men sizlarga cho'tki modlarni o'rgataman. Men Dragon PG kanaliga kelasizlar mana. O serverda qidirasizlar mana. Dragon ni pastga MCD'slar chiqadi. Bu kanalga kelasizlar. Mana bu yerda texture packlar bor mana. Resurs packlar bor mana. Xohlasanglar buni va boshqalarni yuklab olsanglar bo'laveradi. Xohlasanglar mana yerni deb yozasizlar. Panda desanglar, mana bu resurs pack chiqadi. Xohlasanglar buni. Hozir menga mana buni yuklab ko'ramiz. Buning uchun sizlar shu kerakli resurs pack fayl ustiga yozasizlar. Keyin Minecraft kiradi. Agar sizlarda Minecraft ikkita bo'lsa, o'zingizlar kerakli Minecraft tanlab olasizlar, ustiga yozasizlar. Minecraftga kiradi undan keyin. Ozgina kutamiz Minecraftga kirishib olishini. Mana import started deyapti, ya'ni yuklash boshlandi deyapti. Hozir bu yerda successful deb chiqishi kerak. Mana successful imported Red Sky. Endi biz nima qilamiz? Mana bu settingsni ezamiz. Mana bu yerda turgan settingsni ezishimiz kerak bo'ladi. Ezamiz. Undan keyin mana bu yerda har xil tugmalar chiqadi. Global resursga kiramiz. Mana global resursni. Mana bu yerga kiramiz. Kirsak, mana bu yerda mana my packs, mana active my packs. My packs ezamiz biz mana. Yemekda sizlarga o'rnatilgan bo'laman. Red Sky'da o'rnatib, endi biz shuni ustiga esa turib activate qilamiz. Pastda turgan oq tugmani ezamiz, aktiv qilamiz. Ili bo'ldi. Biz mana bu yerda settingsni orqaga qaytib chiqib ketamiz. Mana bizda o'rnatilyapti. Loading resource pack. This may take minutes. Mana do'stlar o'rnatildi. Ko'ryapsiz, tugmachalari ham har xil bo'ldi. Endi sizlarga o'yin ichidagi narsalarni obzor qilib beraman. Mana ma'lumotlarni o'zgartirishi. Bironta wordga kiramiz. Bizda kiryapti, zagruzka bo'lyapti. Bu yil internet dunyo yaratilyapti deyapti. Короче, hozir bizda kirishini kutamiz. Mana do'stlar, dunyoga ham kirib oldi. Bunda ozgina bug bo'lyapti. Bunaqa bug bo'lyapti degan savol bormi? Короче, men ko'ryapsam, mana bu qilichlar ham kichkina ko'rinyapti. Mana bu qilichlar qaranglar do'stlar, kichkinaligini, cho'tki-yu, dahshat-u. Mana kamollar ham ajoyib. Endi yonish effektini tekshirib ko'ramiz. Yonish effekti unchalik yaxshi emas ekan do'stlar. Mana bu yerda har xil narsalar, totem, mana короче. Yana biz nima tekshirsak bo'ladi? Mana bundaqa almazlar ham boshqacha. Ili bedwars o'ynaydiganlarga mana bundaqa bo'lmas edi. Bedwars, mana bu bedwarsda yunglar ekan, mana har xil yunglar bo'ladi bedwarsda. Boshqa ko'rinish mana bundaqa ekan mana. Tugmalarni ham yo'qotib berayotgan do'stlar. Mana xullas kalom. Video shundan iborat edi. Video kimga yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'yinglar. Unda menda bu resurs packda har xil boshqachalarni ustiga yozib, o'zingizlar yoqqan tanlab olsanglar bo'ladi. Menga mana shu yoqdi, men mana shuni tanlab oldim. Men yaxshi ishlayveryapti menga. Sigir bolchasini o'ldiramiz. Xullas sizlar bilan ham Meteorus bo'ldi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib esdan chiqmasin. Qancha like va obunalar ko'paygan sari sizlarga video chiqarish imkoniyati menda shuncha oshadi. Hammaga xayrlar bilan men bo'ldim.